yaxshilik bu juda keng va katta mavzu. Maktab davridagi yaxshilikni oladigan bo'lsak, oddiygina siz maktabga borganingizda sizga kimdir kitobini berib tursa, mana biz o'qigan davrimizda juda kitob taqchil bo'lardi. Ya'ni kimdir aynan menga o'zini kitobini berib tursa, bu juda katta men uchun uning yaxshiligi hisoblanardi. Maktabda ona tili adabiyotdan ko'proq o'qishga to'g'ri keldi, repetitorga borishga to'g'ri keldi va meni ustozim Rayhon Xayrullayeva qishlog'imizda qattiqqo'l ona tili adabiyot o'qituvchisi degan nom chiqargandi. Unga repetitorga bormoqchi bo'ldim va 4 oy 5 oydan keyin yoki 1 yillardan keyin moliyaviy qiyinchilikka uchrab qoldim. Meni to'lashga pulim yo'q. Lekin tirishib yaxshi o'qishga harakat qilaman va o'sha paytda menga zo'r yaxshilik qilgan, ya'ni sen to'lovlarsiz ham repetitorga kelsang bo'ladi degan. O'sha repetitor pullari evaziga yashardi o'zi. Va shunday bo'lishidan qat'iy nazar, ma'lum bir oylik to'lolmagan o'quvchidan hech qachon voz kechmagan. Buni qabul qilish qiyin bo'lgan, ya'ni qaysi oy to'laganman, qaysi oy to'lolmay qolgan bo'lishi mumkin, lekin o'sha ustozni birgina sen to'lov qilolmasang ham, to'lov qilmasang ham kelishing mumkin, darsga qatnashishing mumkin degani juda katta men uchun turtki bo'lgan. O'zim ham bir kun kelib o'qiyotgan, o'qishni xohlayotgan odamga yordam beraman, qo'llayman, quvvatlayman degan bir niyat qilganman. Meni hayotimda yaxshi insonlar bo'lmasa, men Elmira Rahimjonova bo'lmasdim. İlk birinchi yaxshi insonim bu meni birinchi o'qituvchim. Meni onam rahmatli bo'lgandan keyin har bitta bola bir depressiyaga tushgandek, men ham depressiyaga tushganman. O'sha paytlari mahalladan eshigidan o'tgan paytimda o'qituvchim Husnobod rahmatli uylariga olib kirib, birinchi marotaba adabiy kitobni, o'sha badiiy asarni qo'limga tutqizganlar. O'shanda aytganlarki, kitob o'qigan insonning eng yaqin do'sti kitob deganlar. O'sha insonning yaxshiligi bilan men kitobga mehr qo'ydim. Badiiy asarlarni o'qidim, keyin san'atga qiziqdim. O'sha qiziqishim meni Toshkent shahriga olib keldi. 2025-yilda Avstraliyada eng nufuzli xalqaro matematika olimpiadasida kumush medalni qo'lga kiritdim. Bu olimpiadaga 11 sinfda qatnashgan bo'lsam, aslida 10-sinfda ham saralash bosqichiga qatnashgan edim, ammo 3-saralash, ya'ni yakuniy saralashdan o'tolmagandim. 3-saralashdan o'tolmaganlar barchasi deyarli o'zlarining viloyatlariga qaytib, o'qishlarini biroz bo'lsa to'xtatib qo'yishgandi. Ammo ustozimiz, ya'ni terma jamoa treneri O'tkir aka Boltayev, agar xohlasam, mana shu saralashdan o'tgan o'quvchilar bilan meni ham o'qitmoqchi ekanligini aytdilar. Albatta men ha dedim, ular bilan birga tayyorgarlik ko'rishni boshladik. Va mana shu tufayli 11-sinf paytimda 3-saralashdan ham muvaffaqiyatli o'tdim hamda eng nufuzli olimpiadada kumush medalni qo'lga kiritdim. Buning uchun albatta ustozimga rahmat aytaman, minnatdorchilik bildiraman, chunki shu tufayli ularning, ota-onamning ishonchini oqladim.